Uchrashuv qatnashchilari mana bugun O'zmilliybank amaliyot bo'limida muhtaram Prezidentimizning tashabbuslari bilan uychi tajribasi orqali mijozlar bilan uchrashuv o'tkazilgan holda yangi ish o'rinlari yaratish maqsadida uchrashuv o'tkazyapmiz. Hurmatli mijozlar, shunda ushbu uchrashuvda o'zlarini murojaatlari, takliflari bo'lsa, bemalol qo'l ko'tarib o'zlaringizni takliflaringizni, murojaatlaringizni aytishlaringiz mumkin. Bizda murojaat bor edi. Assalomu alaykum. Bizlar Vostok mulk korxonasi tomonidan bizda shu aylanma mablag'larning yetishmasligi uchun bizga kredit ajratishingizni so'raymiz. Yetarli hujjatlarni taqdim qilib amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Rahmat, hurmatli mijoz. Tushunishim bo'yicha sizlarga aylanma mablag' bo'yicha kredit ajratish murojaatini qilyapsiz. Hozir biz sizlarning hujjatlaringizni olib, xodimlarimiz bilan birga o'rganib, tez kunlarda javobini berishni, ijobiy hal qilib berishni aytib o'tamiz.